Qaranglar, demak, mana bu savol. O'zi o'tgan darsda buni tushuntirgandim. Aytinglarchi, demak, 3 ta kondensator tok manbaga ketma-ket holatda ulangan. Nimalar teng bo'ladi dedik, uchovini? Uchovini zaryadlari teng bo'ladi. Endi qaranglar. Mana bu yerda savol ko'rib qoldim men. Mana buni kuchlanishi 5 volt. Ya'ni bu nima bu? Birinchi kondensatorda kuchlanishi 5 volt. Bunday kuchlanish 10 volt. Buni kuchlanishi ham 10 volt. Manbani kuchlanishi necha bo'ladi? 25 bo'ladi. Manbani kuchlanishi u teng 25 bo'lishini kecha yozib ketdim. 3 ta kondensator ketma-ket ulansa, manbani kuchlanishi 3 taqsimlanib ketadi, to'g'rimi? Ketma-ket ulangan holatda Q1 teng, Q2 teng, Q3, U teng U1 plus U2 plus U3 deb yozdim. Shunaqa vaziyat edi. Xo'p. Yana bitta narsa, Q1 teng, Q2 teng, Q3 teng Q umumiy ham bo'ladi. Teng Q umumiy deb yozdik. Q4 emasda endi bu. Bu yoqqa yozsam Q4 emasligi tushunarliroq bo'ladi menimcha. Q umumiy. Uchalasida zaryad umumiy zaryadga teng bo'ladi, ketmay turganda. Sxemalardan ko'rilgan qiziqroq. Keyin o'tamiz nazariyalariga. Masalan, mana buniki 2si, buniki 3si, buniki masalan 4si. Tavakkal yozib tashlayapman, mana bunikini 5si qaranglar. Keyin mana bu yerda ketma-ket olib qo'yik, s'ni. Umumiysini topinglarchi, umumiy sig'im. Umumiy sig'im. Yerga tushmayapsan o'zi. 120 qaysi tepadaysizmi? Hozir. Ha? 94 taqsim 145. Ko'ramizda, men hisoblab ko'rmadim ekan. Yaxshigina son chiqgan lekin. Asli chiqdimi? Ishli nima chiqmaydi?
Xo'p, mana demak, mana bu ikkalasi ketma-ket ulangani uchun bir taqsimlik bo'ladi. Ishladingmi? Chiqmadimi? Mana bu ikkalasi ketma-ket ulangani uchun demak bir taqsimlik holatda qo'shiladi. 3 bilan 4 topamiz birinchi demak. Birinchi ishimiz 1 taqsim s umumiy teng 1 taqsim 3s plus 1 taqsim 4s. Xo'p, makraj beramiz bunga 4 tadan, bunga 3 tadan. Shunda bular shuni bilsa kerak ham 4 taqsim 12si bu 3 taqsim 12si qo'shsak 7 taqsim 12si bo'lyapti. Mana qaranglar, 1 taqsim s umumiy 7 taqsim 12si chiqqani uchun s umumiy 12 taqsim 7. To'g'rimi? Shagacha tushundimi? Mana 2 12 ni topdik. Endi qaranglar mana. Mana bu bilan mana bu parallellangan turibdi-da. Tushunyapsizlarmi? Mana bu bilan mana bu parallellangan holatda turibdi, qaranglar. O'zi qaranglar mana. Parallellik bilan ketma-ketlik sharti mana. Faraz qilamiz. To'g'ri, kondensator plastinkalar orasidan tok yurmaydi, lekin parallellik bilan ketma-ketlik shartiga mana qaranglar. Mana. Mana bu yerdan tok kelsa, biron bir tok kelsa, mana bundan o'tgan tok bundan ham o'tadi-ku, to'g'rimi? Bundan o'tgan tok bundan ham o'tadi. Ana shu ketma-ketlik sharti. Bundan o'tgan tok bundan ham o'tyapti. Parallellik sharti esa qaranglar, mana bu yerdan kelgan tok bor-ku. Ikkiga bo'linib, yana qo'shilib ketish kerak. Mana shu parallellik sharti. Parallel yo'llarda tushunasanmi? Qanaqadir tushunishlaring kerak shuni. Ketma-ketlik sharti bundan o'tgan tok bundan ham o'tyapti. Parallellik sharti ikkiga bo'linib ketib, bittasi bundan keyin birlashib ketyapti. Bu parallellik sharti. Mana bu ham xuddi shunaqa vaziyat, demak. Mana bu sistemanikini, ikkalasinikini topib oldik. Endi mana bu bilan mana bu parallel deyapman-da, tushunyapsizlarmi? Mana bu bilan mana bu parallel. Ya'ni mana bu yerdan kelgan tok ikkiga bo'linib ketadi, mana bunda birlashib ketadi. Shuning uchun mana bu bilan mana bu parallel. Parallellangan holatda shunchaki qo'shib qo'yiladi. Shunchaki qo'shib qo'ysak, umumiy teng tepa demak 12 taqsim 5 7 bo'ldi. Qo'shaman shunga 5 sana. Mana unga 5 taqsim 1 demandani isidan bersam 35 taqsim 7, 35 taqsim 7 ga 12 taqsim 7, 47 taqsim 7 bo'lyapti. Mana bunikini topib oldik. Endi qaranglar. Mana bu va mana bu qanaqa ulangan turibdi? Ketma-ket. Uchun mana bu va mana buni ketma-ket holatda, ya'ni bir taqsimlik holatda qo'shiladi bular. 1 taqsim s umumiy teng 1 taqsim demak s1imiz 2si. Shulgan 1 taqsim. Mana o'rtamiz nima chiqdi? Mana bunday chiqdi. 47 taqsim. Hop, 47 taqsim 7 chiqdi. 7 hech ketadi, to'g'rimi? Qo'shilgan demak 1 taqsim s. Mana 1 taqsim 2si, mana bu 1 taqsim s, mana bu 7 taqsim 7si. Makraj 94 bo'ladi. Xo'p, mana bunga 47 dan beraman, bunga 2 tadan beraman, bunga 94 tadan beraman. Shunda demak 47 taqsim 94s plus 14 taqsim 94s plus 94 taqsim 94s. Demak, 1 taqsim s umumiy teng necha bo'ldi? 155 mi? 1 taqsim s umumiy mana bunga teng bo'ldi. Demak, s umumiyimiz teng 94 taqsim 155 s.
Chiqdimi pastdagisi ham? Nechi? 125 taqsim 12 chiqdimi sizda? Ha? 124 taqsim 10 mi seniki? Unaqa chiqmaydi lekin mana bu. Hop. Past 10 chiqyapti. Tepa 2,4 chiqyapti. Ko'rsa 12,4 bo'ladi-da. Tepa 2,4 chiqmadimi masalada? Shu 2,4 tepa, past 10 parallel bo'lgani uchun shu qo'shib qo'yamiz. 12,4. Tepami. 12 taqsim 5. Chapar manisi. Chaparda uni. 12 taqsim 5. Qaysini? 6 u. Xo'p, demak mana 4 bilan 6 ketma-ket, 4 bilan 6 ketma-ket bo'lgan hisobiga ha. Bir taqsim so'm teng 1 taqsim 4 plus 1 taqsim 6. 1 taqsim so'm teng nechtadan beramiz? Bunga 3 tadan, bunga 2 tadan, ha. 3 taqsim 12 ga 2 taqsim 12, 5 taqsim 12 bo'lyapti. Bitta so'miy, demak 12 taqsim 5 bo'lyapti. Tepani topdik, endi past topamiz. Pastda ham 3 tasi ketma-ket bo'lgani uchun ulardan 1 taqsimlik bo'ladi. 1 taqsim so'm teng 1 taqsim 30 plus 1 taqsim 30 plus 1 taqsim 30. Aha. 1 taqsim so'mmi teng 3 taqsim 30. Demak, so'mmi chapachasi bo'ladi. So'mmi teng 1 taqsim 3, ya'ni 10 bo'lyapti. Demak, tepa 12 taqsim 5, ya'ni 2,4. Past 10 chiqdi. Ikkalasi parallellangan holatda turibdi. Tepa 2,4, past 10, ikkovi parallel bo'lgan hisobiga 12,4 bo'ladi. Ya'ni shturush qo'shiladi parallellangan holatda. So'mmi teng 2,4 plus 10 12,4 bo'ladi. Ha. Javob chiqdimi? Ha. Ha. Shunday ya. Shunday. Xo'p, qarang mana. Mana bunaqa sxema berilsa ham masalan shunaqa sxema berilyapti, demak. Mana
Messi ham qanday bo'ladi? Ha? Nima ham degan? 20 taqsim chiqdimi senda? Qat turib tursinchi, to'g'ri bo'lsa kerak. To'rtni sakkiz taqsim 1,6 bo'lmaydimi? 1,6 chiqqanda senda demak, to'g'rimi? Sen necha deding? Turib tursinchi, men ishlab ko'rganim yo'q ekan hali, unaqa tez ishlayman men. Senda 1,6 chiqdi-da. Senda necha chiqdi? Keyin pastaga qo'shib qo'ymadingmi? Antipani, ichoni parallel ketma-ket deb oldim. 8,3 chiqdi. Aha. Ha, 4,8 taqsim 3. Men 4,8 deb eshitibman-da. Yaxshi. Yigirma taqsim 3 bilan bir xil-ku. 20 taqsim 3 ikki kunga bir xil javob chiqdi demoqchiman-da. 4,8 taqsim 3. 4 plus 8 taqsim 3, 20 taqsim 3-ku. Senki necha deding? Sen qanday unaqa ishlang? Senki to'g'rimikan? Nima hozir ko'ramiz-da. Zafar chiqdimi? Kutib qoldik seni o'zi. Mana demak, mana bu yerdan tok jo'natamiz. To'g'ri aytyapmiz, qayta-qayta kondensatorni tok o'tmaydi, faqat misolda, osonroq ishlashimiz uchun faraz qilamiz shunaqa. Tok jo'natsak, tok ma'lum bir qism bu yoqdan o'tadi, ma'lum bir qism bu yoqdan o'tadi, to'g'rimi? Mana bunday kelib, yana birga o'tib ketib qoladi. Uchun demak, bu uchovi ketma-ket, ya'ni bundan o'tgan tok bundan ham o'tadi, bundan ham o'tadi. Mana bu ni soddalashtirib, mana bunaqa chizib qo'ysak ham hech narsa o'zgarmaydi. Mana bunaqa. Mana bu 4 deyman, mana bu uchovini tepaga yonma-yon chizib qo'yaman. Shunaqa chizib qo'ysak ham hech narsa o'zgarmaydi. Masalan, mana bunaqa emas. Masalan-da, simni qiyshaytirib, mana bunaqa chizib qo'ysak ham, mana bunaqa chizib qo'ysak ham hech narsa o'zgarmaydi mana. Mana bu yerdagi simni olib, nima qildim? Bu yoqqa qayirib qo'ydim. Telefon zaryadchigini qayirsak hech narsa o'zgarmaydi, to'g'rimi? Telefon zaryad olaveradi. Simni qiyshaytirsak hech narsa bo'lmaydi. Mana bu yerda ham sal pastroqqa cho'zib qo'ydim. Mana uchovnisini nima qildim? Mana bunday surib, yonma-yon qilib qo'ydim. Farqi yo'q-ku, ya'ni mana bu yerda ham bundan o'tgan tok bundan ham o'tadi, bundan ham o'tadi. Yoki mana bunaqa uchburchak qilib qo'ysak ham bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganim, har xil shakllar tushun mumkin-da. Sizlar chalib qolmasliklaring kerak mana. Masalan, qanaqa? Mana bunday. Hop. Qarshilik ustizardimmi? Mana shunaqa bo'lishi mumkin-da, masalan. Mana shunaqa-ku. Kelgan tok bundan o'tadi, keyin tepaga chiqib ketadi-tani, bu uchalasidan ham o'tadi. Bir xil. Simda shaklni o'zgartirish hech narsaga olib kelmaydi. Demak, bu uchovi ketma-ket, natijaga mana bu parallel.
Xo'p, tepada uchovi ketma-ket bo'lsa, 1 taqsim s umumiy teng 1 taqsim 12 plus 1 taqsim 6 plus 1 taqsim 8. 24 mi? Ikkitadan 2 taqsim 24, 4 taqsim 24, 3 taqsim 24, 9 taqsim 24. Qisqartirib beramiz. 3 ta 8 bo'ladi. Demak, sum meeting 8 taqsim 3. Keyin demak, tepa bilan past parallel. Parallelda shunchaki qo'shib qo'yiladi. Shuning hisobiga past 4 bilan shunchaki 8 taqsim 3 qo'shib qo'yamiz. Bu demak 12 taqsim 3, 12 taqsim 3 ga 8 taqsim 3imiz 20 taqsim 3 bo'ladi. Bo'ldi demak, mana bunaqa vaziyat. Keyingi mana. Xo'p. S hammasi S dan bo'lsin-da. S. Bu ham S. Umumiy sig'im topish kerak. Sen misol uchun 10 ta tanlab ol biron bir. Keyin javobing 5 chiqib qolsa, S taqsim 2 deb ketasan. Biron bir son tanlavda o'zingga agar. To'g'ri, 5 taqsim 2 chiqadi. Mana tushundinglar demak. Buni mana bunaqa faraz qildik. Mana bunaqa faraz qilsak ham bo'ladi. Shu bitta narsa dedik, ha? Shu bitta narsa. Mana bu shunday surib bor-ku. Mana bu yoqqa chizib qo'ysam bo'ladi masalanda. Mana bunaqa qilib qo'ysam ham bo'laveradi. Men turib bu yoqqa o'tkazib qo'ydim. Oddiy sim-ku, hech narsa qilmaydi. Muhimi mana buni yonboshiga o'zgartirib qo'ymasam bo'ldi. Mana buni bu yoqqa o'tkazib bo'lmaydi, mana tugun bor, tugun. Tugundan bu yoqqa o'tkazish mumkin emas, lekin mana bu tugun emas bu. Tugun emas, bu oddiy shakl-ku. Bunday qilib qo'ysak ham bo'ladi. Telefon zaryadchigini simi shunday 90 gradus qilib qo'ysak hech narsa o'zgarmaydi, to'g'rimi? Zaryad olmasa buklab qo'ysa ham bo'ladi-ku masalan. Zaryad tegmay qoladi-ku masalan. Bunda hech narsa o'zgarmaydi-ku. Bu yerda ham xuddi shunday. Bunday qilib qo'ysa ham bo'ladi. Lekin mana buni bu yoqqa o'tkazib yuborish mumkin emas. Bu yoqqa o'tkazsa bo'ladi. Telefon zaryadchigini ozroq joyini kesib tashlab, to'g'rimi? Misol uchun mana bunaqa zaryadchik simi bor edi. Mana bu boyagi adapteri. Mana ishlamay qolsa, ana shuni kesib tashlab, bu yog'iga o'sha ulab, naridan zaryad oldirsa ham bo'ladi. Ozroq joyini kesib tashlasa ham bo'ladi. Mana bunda ham xuddi shunday. Xo'p,
mana ara misol uchun ishlamay qoldi. Shunday kesib tashab, qaniydir yaqinroqqa keltirib olib qo'ysa ham bo'ladi yana, to'g'rimi? Simlar kesib tashlasa hech narsa o'zgarmaydi, oddiy vaziyat. Demak, mana bu vaziyatimizda ham tokda bu yoqdan jo'natmaymiz. Keyin mana bu qismlarni ko'zga soddaroq qilamiz, qaranglar. Ko'zga soddaroq. Mana bu qismini ham kesamandagini mana bunday qilib qo'yaman. Soddaroq bo'ldi. To'g'rimi? Mana bunaqa turadi. Mana bunaqa turgan bo'lsa ham farqi yo'q. Shunday qisqartirib, bunaqa olib qo'ydik. Ko'zga soddaroq bo'ldi. Tokni bu yoqdan emas, bu tomondan jo'natamiz. Tok shu tomondan jo'natgan paytimiz nechaga bo'linyapti? 3 ga bo'linyaptimi? Bu yoqqa, bu yoqqa, bu yoqqa 3 ga bo'linadi. Mana bu yoq, mana bu yoq, mana bu yoq. Xo'p, mana bundan kelgan tok bundan ham o'tadi-ku. Mana ikkovi ketma-ketdi. Tushunarlimi? Mana bu bilan mana bu ikkovi ketma-ket. Ikkovi ketma-ket S dan. Demak, 1 taqsim S umumiy teng ketma-ketda 1 taqsim S plus 1 taqsim S. 1 taqsim S umumiy teng 2 taqsim S. 1 taqsim S umumiy 2 taqsim S bo'lsa, S umumiy S taqsim 2 bo'ladi. Mana ikkovinikini topdik, S taqsim 2 ekan. Uchuv parallel ekan. Uchuv. Mana bu va mana bu. Uchuv parallel. Uchuv parallel bo'lgan hisobiga shunchaki qo'shib qo'yiladi. S va S taqsim 2 shunchaki qo'shib qo'yiladi. Keyin yana bitta narsa bor. Mana buni uchini ham xohlagancha siljitishimiz mumkin. Chunki qanaqa mana bo'sh sim-ku, to'g'rimi? Bo'sh sim. Mana bu yerlar bo'ylab xohlagancha siljitish mumkin mana buni uchini. Masalan, mana bu yerga mana bunaqa olib qo'ysak ham hech narsa o'zgarmaydi. Shunaqa olib qo'ysak ham. Xo'p. Yana qaranglar, masalan, mana bu holatda turibdi, shunaqa turibdi. Mana buni uchi bor, masalan, shuni uchi bor. Shuni uchini ham shunday uzib, shunday uzib. Mana bu yerga olib qo'ysam hech narsa o'zgarmaydi, to'g'rimi? Mana bu yer bilan mana bu yer nima farqi bor? Oddiy bo'sh sim-ku. Mana bu yer bo'ylarini xohlagancha siljitish mumkin. Bundan o'tkazib o'rmasa bo'libdi. Mana bu yerlar ham bir xil bo'sh simlar uchun siljitsa bo'ladi. Bu ham sal qiyshayadi. Bunaqa. Bu ham mana bo'sh sim bo'lgani uchun mana bu yerda turdi. Nima qildim? Mana bu yerga olib qo'ydim. Bundan tashqari uzib, mana bu yerga olib qo'ysam ham hech narsa o'zgarmaydi. Yoki shunday uzib, mana bu yerga olib qo'ysam ham hech narsa o'zgarmaydi. Mana bu yerlar polni qanaqa simlar? Bo'sh sim. Lekin mana burada bunday bitta kondensator bo'lganda unday qila olmaydim men. Mana bunaqa turibdi. Mana bu kondensatordan bu yog'iga o'ta olmayman. O'tiribdi-ku, bundan bu yog'iga o'ta olmaydim. Lekin hozir mana bu yerda nima bor? Hech narsa yo'q, bo'sh. Bo'sh bo'lgani uchun surib yuribman-da mazza. Endi qara, masalan, mana bu yerda ham bitta kondensator bo'lganda bundan ham bu yog'iga o'tib keta olmasdim-da. Bundan ham pastga o'tib keta olmasdim. Lekin bu yo'q bo'lgani uchun suryapman. Xo'p, bundan tashqari mana bu ham bor, shuning uchun buni ham bundan bu yoqqa o'tkazib bo'lmaydi. O'zi yaxshi turibdi-da. Shu vaziyat. Keyin mana bu ham turibdi-ku, buni ham mana bu yergacha surib yursam bo'ladi. Bo'sh sim-ku bu yerim, to'g'rimi? Mana buni ham shuni ushladim. Mana bunday surib yuraman. Surib mana bu yerga qo'ysam ko'zga qulayroq bo'ladi-da. Ya'ni qaranglar, demak, nima qilaman? Mana buni mana bu yerga surib kelib qo'yaman, mana bunaqa vaziyat bo'ladi demak. Mana bu va mana bu. Keyin mana bu mana qiyshayib turibdi-da. Shu qiyshiqni ham bir to'g'rilashimiz kerak amalda. Mana turibdi mana. Ya'ni nima qildim? Mana buni surib, mana bu yerga kelib qo'ydim. Shunday qilish mumkin. Undan tashqari mana bu ham endi bo'sh sim-ku. Mana bu yerga olib kelaman, buni ham mana bu yerga olib kelaman. Ko'zga yaxshiroq bo'ladi-da. Demak, mana bunday bo'ldi. Bunisini ham mana bunday surib, mana bu yerga kelib qo'yaman. Shu mana bunday bo'ldi. Keyin mana buni ham agar shunday surib qo'ysak, bo'sh sim-ku. Hech narsa o'zgarmaydi. Mana bunaqa bo'ldi mana. Ikkovi ketma-ket. Uchuv parallel. Mana bu va mana bu uchuv parallel. Tushungandir, qayerga tushunmanglar. Tushunmagan joylang so'ranglar. Bormi tushunmagan joylang? So'ranglar. Yo'qmi? Bo'lsa so'ranglar. Xo'p, bo'lmasa qaranglar. Mana bu vaziyatda qaranglar, bitta bo'sh sim olib qo'ysam-da shu yerga. Mana bunday ishlasam qaranglar, mana bunaqa olib qo'ysam, masalan, mana bunaqa bo'sh sim olib qo'ysam, mana bu ishlamay qoladi, tushunarlimi?
Bitta bo'sh sim ulab qo'ydim shu yerga. Bo'sh sim ulab qo'ygan paytim mana bu ishlamay qoladi. Buni boshdan chizasizlar. Demak, qanday chizaman desanglar, men buni chizasandagina bitta bo'sh sim ekan mana bu, ustiga bitta x qilib qo'yasan, ishlamay qoladi, ya'ni mana bunday. Bo'sh sim ulab qo'ysa ishlamay qoladi. Quyidagicha tushuntiriladi. O'zi mana qara. Tok jo'natsam dedi. Tokda bir ma'lum bir qism tepadan o'tdi, ma'lum bir qism pastdan o'tdi. Pastdan o'tgani o'tib ketaveradi, tepadan kelgan tok qara. Mana bundan o'tgan tok bundan ham o'tadi, keyin tok bo'sh simdan o'tib ketib qoladi. Tushunarlimi? Kelgan tok keyin bo'sh simdan o'tib ketib qoladi, keyin mana bu ishlamay qoladi. Ikkiga bo'lmaydimi? Mardami? Bo'sh simdan o'tib ketib qoladi deyiladi-da. Lekin aslida sababi mana bu. Aslida sababi bo'sh simdan o'tib ketib qoladi emas, chunki bu yerda tok yurmaydi o'zi. Qanaqa vaziyat bo'ladi desa, qara. Mana bu kondensatorda bitta qoplamasida +10 kulon bor edi. Bitta qoplamasida esa -10 kulondi. Ikkita qoplamas bir-biriga tegib qoldimi, bo'sh sim bo'lgani uchun o'lib qoladi-da, ishlamay qoladi. Tushunarlimi? Bitta qoplamasida +10, bitta qoplamasida -10 kulon turdi. Bo'sh sim olib qo'yganmiz hisobiga bo'sh simni siljitsak bo'ladi. Tushunishimiz uchun yaqinrog'iga olib boramiz. Buni ham yaqinrog'iga olib boramiz. Tok boyagi +10 kulon bilan -10 kulon bir-biriga tegib o'lib qolyapti. Keyin bu ishlamay qolyapti. Endi soddaloq tushuntirish uchun mendan tok kelyapti. Tok bo'sh simdan o'tib ketib qoladi, tushuntiriladi. Mana bunaqa olib qo'ysak, endi turli vaziyatlar chizib qo'yishimiz kerak-da. Xo'p. Bitta bo'sh sim olib qo'ysak, mana ikkovi ishlamay qoladi, chizib qo'yamiz buni. Xo'p, bitta sal yangicharoq misol beraylik. Yangicha emas-ki, endi xayolga kelib qoldi-da. Xo'p, qarang mana. Shega bo'sh sim olib qo'ydim mana. Mana. Mana shega bo'sh sim olib qo'ydim. Qiynashib ketdik dedi. Xo'p, raqam bering endi, qaysiligini aytasizlar. Mana 1 bo'lsin, mana 2 bo'lsin, mana 3 bo'lsin, mana 4 bo'lsin. 1 bilan 4 ishlaydi, qolgani ishlamaydi. Bir ishlaydimi? Mana o'chiraveringmi o'zi? Bab yozmaymiz denglar. Bab yozmang, foydasi yo'q, o'chiravering. Bu ikkovini chizib olasizlar. Bunga o'chirmadim. Qaranglar, boya aytdim sizlarga, bo'sh simni ko'chiramiz dedim. Mana buni bundan bu yog'iga o'tkazish mumkin emas. Mana uni ham mayoqqa ko'chirsam bo'ladi, to'g'rimi? Uni men bu yoqqa ko'chirganimdan foydasi yo'q. Shuning nima qilaman? Men bu uchini ko'chiramanmi? Manalar bo'sh sim-ku. Va ko'chirib narga qo'yib qo'ysa bo'ladi. Manalar bo'sh sim polni. Narda bitta kondensator bo'lganda ko'chira olmaydim. Mana bu yog'iga o'tkaza olmaydim. Lekin hozir bu yerda ham men bu bitta kondensator bo'lganda manargacha olib kelalaydim. Bu yog'iga o'tkaza olmaydim, lekin bu yerda ham bo'sh, hech narsa yo'q. Qara. Shunday narga olib kelsam, demak, buni mana bunaqa chizib qo'yaman. Mana. Demak, mana bunaqa turgandi. Mana buni shunday surib mana bu olib qo'ydim. Demak, faqat mana ishlamay qoladi. Shu ishlamay qolgan faqat. Qolgani ishlaydi. Tayyor tushunarsiz bo'ldi. Surdim oddiygina. Mana bu bo'sh simni surdim mana. Men buni surishdan foyda yo'q. Men bu yerda ham sursa bo'ladi. Men bu yergacha, men bu yergacha. Bundan bu yog'iga o'tib ketish mumkin emas. Buni ham bundan bu yog'iga o'tib ketish mumkin emas. Buni ham men bu yoqqa sursa bo'ladi. Men uni men bu yoqqa surib, men bu yerga olib qo'ydim mana, men bu yerga. Shu olib qo'yganimni tushundingmi? Shuga olib qo'yganimni tushungan bo'lsang bo'ldi. Men bunaqa vaziyatda turibdi. Bunaqa vaziyatda bu ishlamay qoladi. Buni ham ishlamay qoldi dedim. Bu ishlamay qolgandan keyin bu ikkovi ketma-ket natijaga mana bu parallel. Shunaqa surish mumkin siljitib. Men bu yerda bir nima bo'lsa siljitib bo'lmaydi, lekin mana. Bu yerda kondensator bormi? Ha. Mana uni men bu yoqqa siljitsa bo'ladi, buni ham bu yoqqa siljitsa bo'ladi. Boshqa bundan bu yog'iga o'tish mumkin emas.
Bunaqa bo'lsa-da endi yo'q-ku bu. Hech narsa yo'q. Shuning uchun buni surib keldim-da. Xo'p. Keyin qaranglar, mana bunaqa vaziyat bo'lsa, siz o'ynardi birinchi buni. Qolib ketmasin. Egib olib tushmay qolasizlar. Hozir zo'r tushunganim bilan egib olib esdan chiqib ketib qoladi. Bo'ldimi? Qaranglar, shunda mana bu yerga bitta olib qo'ydik. Bo'sh sim. Bo'sh simlab qo'ydik. Missim topish kerak. Ha? Mana shunda qaranglar, mana bunday qilamiz-da. Xo'p. O'zi bundan oldin bitta osonrog'ini qo'ydik. Bu ham o'zi oson, mana qaranglar. Bu yerga emas, mana bu yerga olib qo'ysak, mana shu yerga olib qo'ysak, bu juda ham osonroq bo'ladi. Ya'ni u mana bu vaziyat bilan bir xil tushib turibdi, to'g'rimi? Mana bu uchun bunday surib berib qo'ydik-ku. Ha. Pastdagi uchun bizga foydasi yo'q, ha, to'g'rimi? Pastdagi uchun surib bo'lmaydi, lekin tepadagi uchuni mana bu yerlar nima turibdi? Bo'sh turibdi. Shuning uchun surib mana bu yerga qo'ysak bo'ladimi? Men chizib qo'yaman. Sizlar ham chizib qo'yinglar, faqat men chizmayman. Demak, mana bu uchun surib. Uzunligi yetmaydi-ku demanglar, ishqib. Kalta-ku. Ne surib, mana bu yerga qo'ydim. Natijada demak, mana buni qo'yib qoladi. Ha, bu ishlamay qoladi demak. Bu ishlamay qolgandan keyin, hop, ketma-ket, keyin mana bu uchu parallel turibdi, shunaqa holat keyin.
Kimda fikr bor bunda? Siljitib bo'lmaydi hech chaqa. Chaqa siljitib bo'lmaydi. Qaranglar, siljitib bo'lmagan paytlarda buni o'zi qara mana. Qaradi. Bu yo'q deb faraz qilaylik-da birinchi. Simda mana bu qismi bor va simning mana bu qismi bor. Simda mana shu qismi bilan mana bu simda mana bu qismi o'zi bo'sh sim orqali hozir nima bo'lib turibdi? Tegib turibdimi? To'g'rimi? Simda mana bu qismiga simda mana bu qismi o'zi tegib turibdi-da. Simni sal qisqartiraman qara. Simni qisqartirib, mana bunday tortdim qara, mana bunday tortdim. Sal mana bunaqa qilsam nimadir o'zgaradimi? Mana. Mana bunaqa. Xo'p. Shunaqa qilib qo'yadi xullas. Mana ikki o'xshani tortib, birlashtirib, burab qo'ydim. Tushundingmi? O'zi simda mana bu qismi bilan bu simda ham shu qismi o'zi bir-biriga tegib turibdi, kuchtirisham. O'zi kuchtirisham tegib turuvdi. Tegib turgan qismni bir-biriga yaqinlashtirib, burab qo'ydim. Bo'ldi, qilgan ishim shu. Qayerda tushunarsiz bo'ldi? So'ranglar qayerda tushunarsiz bo'lgan bo'lsa. Hozir u mana bu yerda misol bor bitta bor ekan shunaqa misol. Ishlaysizlar-da, uni ham o'rgatsam qolmay qolamiz. O'zi bitta shunaqa misol bor ekan. Ha. Ha, mana udimi? Mana ikkovi parallel. Mana ikkovi parallel. Keyin ketma-ket. Ikkita-ku. Keyin tepada bilan parallel. To'g'rimi? Mana ikkovi parallel, ketma-ket, tepada bilan parallel. Hozir tushunarsiz bo'lmami chiqib? Ha? Raqam bering. Mana bunaqa turuvdi. Qaranglar, yaxshilab tushuninglar-da. Demak, simda mana bu qism bilan simda mana bu qism o'zi bir-biriga tegib turuvdi. Bu bo'sh simda olib tashab, deb birlashtirib, burab qo'ysak hech narsa o'zgarmaydi. Chunki o'zi tegib turibdi-da bu ikkita uch. Mana bu uch bilan mana bu uch ikkita sim o'zi bir-biriga tegib turibdi bo'sh sim orqali. Bo'sh simni astagina chekkaga olib qo'yib, shu ikkita qismni tekkizib, burab qo'ysak hech narsa o'zgarmaydi. O'zi tegib turibdi-da, tushunsam? Tegib turuvdi. Hech narsa o'zgartirish kiritmaysiz. Hammasini s deb ishlamaydi. S hammasi. Ikkisi chiqdimi? Ikkisi chiqqan. Yaxshi. Birlashtirib qo'yamiz ana shunaqa. Xo'p. S bilan S o'zi S taqsim x bo'ladi, qo'shsak ikkinchi x. S bilan S parallel bo'lgan shu qo'shlar x. Bu S bilan S ham parallel x. X bilan x ketma-ket S bo'ladi-da. 1 taqsim S umumiy teng 1 taqsim x plus 1 taqsim x. Keyin bitta narsa qaranglar. Mana bunaqa formula ham bor. Yana ustoz bizga o'rgatmayapti, ketmanglar mana. 1 taqsim S umumiy teng 1 taqsim S1 plus 1 taqsim S2 da. Bunday qilsa ham bo'lar qara. Bunga S2 dan beramiz, bunga S1 dan beramiz. Shunda 1 taqsim S umumiy teng S2 taqsim S1 S2 plus S1 taqsim S1 S2 bo'ladi. Keyin 1 taqsim S umumiy teng S2 plus S1 taqsim S1 S2 bo'ladi. Keyin 1 taqsim S umumiy bunga teng-ku. Ikkini ham chapirsak bo'ladimi? S umumiy teng S1 S2 taqsim S1 plus S2 desam bo'ladi. Shunaqa desam bo'ladi, to'g'ri. Xususiy holat parallel ulangan, ketma-ket ulangan holatda, demak mana. Ketma-ket ulangan holatda ikkitalik uchun umumiy sig'im shunga qo'ysa ham birdan chiqadi. Chunki bitta narsa
Biroz chalg'ish bo'lmasin deb faqat shu usulda o'rgatib ketdim-da men. Chalg'ish bo'lmasin deb, chalg'ish. Mana bunga hozir birdan qo'yib ketsak ham bo'lar. Bundan ham qilsak ishonsa qilmaydi. 1 taqsim 2 ga 1 taqsim 2 2 taqsim 2 yoki 1 taqsim s 1 taqsim s umumiy 1 taqsim s bo'lgani uchun s umumiy s ga teng. Bunga qo'yib ketsak ham bo'ladi, demak. Hop, 2s kara 2s taqsim 2s plus 2s. 4s kvadrat taqsim 4s va s. Qaysi qulay bo'lsa, shunga qo'yib ketaverasizlar. Demak, past s chiqdi. S bilan tepadagi s parallel, parallelda yana qo'shilib s plus s yana 2s chiqgan. Tushunarli demak, mana s bilan s parallel 2s, s bilan s parallel 2s, 2s bilan 2s ketma-ket s chiqdi. S bilan s parallel yana 2s chiqdi. Siz oldinglarmi bular? Men o'chiryapman. Xo'p, qaranglar, demak, mana bunaqa tushsa masalan mana shunaqa berib qo'yapti. Demak, shunaqa holat. Bo'lsa, nima qilamiz? Senga qaranglar, mana demak, farazan hozir bu yerda qanaqadir 2 ta 3 odatda 2 chekkada bo'ladi. Lekin bu yerda bunaqa qilib qo'yibdi ekan. O'zi mana bunday qilsak ham bo'ladi, qaranglar. Demak, mana bu qism borki, shu qism. Mana bu yer joyda turadi. Mana buni shunday burib, mana bunga qo'yib qo'ysam bo'ladimi? Mana bu qismini ham xuddi shunday. Bu yerda turibdi-ku, shunday burib, mana bunga qo'yib qo'ysak, hech narsa bo'lmaydi. O'zi men unaqa bir o'tirmayman birinchi joyga. Sertifikat testiga kirsam, unaqa bir o'tirmayman. Birdan hisoblab ketaman. Mana bu uchovi ketma-ket. Mana tok jo'natamiz, qaranglar. Xayolan tok jo'natamiz. Tok jo'natsak, bundan o'tgan tok bir bu yoqqa, bittasi bu yoqqa ketadi, to'g'rimi? Bundan o'tgan tok bundan ham o'tadi, bundan ham o'tadi, keyin bu yoqqa ketadi, to'g'rimi? Ikkovi yana birlashib bu yoqqa ketadi. Demak, bu uchovi ketma-ket. Natijaga mana bu parallel. Keyin mana bu uchovi ketma-ket. Mana bu va mana bu ketma-ket. To'g'rimi? Tok jo'natdik. Ikkiga bo'lindi. Bundan o'tgan tok bunga ham o'tdi. Shunday bo'lib, yana birlashib ketyapti mana. Shunday bo'lib, yana birlashib ketyapti. Shu ketma-ket, natijaga bu parallel. Keyin mana bu ketma-ket. Soddalroq tushunish uchun mana buni tepaga buryapman, buni ham pastga buryapman. Natijada mana buni qo'yib qolyapti, qaranglar, mana demak. Mana. Mana buni shunday tepaga burdim, mana bo'lib qoldi. Mana bu shunday pastga burdim, mana bo'lib qoldi, to'g'rimi? Tepasidagi mana bu. Qayerda tushunarsiz bo'ldi? Buni bu yerga qo'ydim, buni bu yerga qo'ydim mana. Mana turadi bu yerga, mana turadi bu yerga qo'ydim. Mana tok jo'natamizmi? Bu yerda tok jo'natamizmi? Farqi yo'q. Tok jo'natsak, shu ketma-ket, bunga parallel, keyin mana bu ketma-ket. Hamma joy tushunarli bo'lsa ishlab qo'yamiz. Endi s uchuv ketma-ket bo'lgani uchun 1 taqsim s umumiy teng 1 taqsim s plus 1 taqsim s plus 1 taqsim s 1 taqsim s umumiy teng 3 taqsim s. Demak, s umumiyimiz s taqsim 3 bo'lyapti.
s taqsim 3 bilan mana bu s parallel. Parallelda shunchaki qo'shib qo'yiladi. S taqsim 3 ga qo'shsak sani, buni demak 3s taqsim 3 deymiz. 3s taqsim 3 ga s taqsim 3, 4s taqsim 3. 4s taqsim 3 bilan s uchalasi ketma-ket. Shuning uchun 1 taqsim s umumiy teng 1 taqsim s plus 1 taqsim s plus 1 taqsim mana bu. 3 taqsim. Ha. 4 taqsim 3. 3 deb chiqib ketadi. Birdan yozib ko'ramiz, hamma tushunganki. 4 taqsim 4 taqsim 4 taqsim 4. Aha. 1 taqsim s umumiy teng 4 taqsim 4 4 taqsim 4 3 taqsim 4 11 taqsim 4 s umumiy teng 4 taqsim 1. Hop, chizib oldikmi? Sekson sakkizinchi mavzu zaryadlangan kondensator energiyasi. Misol kelmagan, o'zi 38 dagina misol bor ekan. Nechtasi? Yarim nazariya. Zaryadlangan kondensator energiyasi. 88 mavzu. Xo'p, kondensator energiyasi Y bilan belgilasak ham bo'ladi, omega bilan belgilasak ham bo'ladi. Endi odatda mexanikada I bilan elektr magnetizm bo'limlarida energiya omega bilan belgilanadi. Omega deb ketaylik. Omega teng xo'p Q taqsim 2. Kondensator energiyasi formulasi mana. Q kondensator zaryadi, U esa kondensator kuchlanishi. Q taqsim 2. Bilasizlar, Q'ning o'rniga nima yozsak bo'ladi? Q teng SU ku. Chunki Q'ning o'rniga SU yozaman qara. SU ko'paygan U taqsim 2 bo'ladimi? SU kor taqsim 2 qilsam bo'ladi. Yoki mana qara demak. Omega teng Q ko'paygan. Mana U ning o'rniga bor-ku. U teng Q taqsim S ku. Q teng SU dan U teng Q taqsim S. U ning o'rniga Q taqsim S ni qo'ysak, S pastga tushib ketadi tagini. Bu ko'ra taqsim 2 kelib qoladi.
Demak, q u taqsim 2 s u kvadrat taqsim 2 yoki q kvadrat taqsim 2 desak ham bo'ladi kondensator energiyasi formulasini. Energiya birligi albatta nima bo'ladi? Joule. Energiya birligi joule. Energiya zichligi deganda o'zidan mana energiya zichligimiz kichkina amiga teng amiga taqsim v bo'ladi debdi. Ya'ni amigamiz bizadi mana bu energiyamiz. Kichkina amiga shu energiyaning zichligi. O'z-o'zidan birligi ham amiganing birligi joule taqsim metr kub. Energiya taqsim hajm. Energiya egallab turgan hajm desak ham bo'ladi. Demak, masalan, kondensator energiyasi zichligi deganda nimani tushunamiz? O'zi kondensatorning energiyasi kondensatorda qayerda bo'ladi? Plastinkalar orasida bo'ladi, to'g'rimi? Shunaqa faraz qilamiz endi. Kondensator plastinkalar orasida maydon bor. O'shaning hisobiga kondensator energiyasining zichligi deganda amiga teng energiya taqsim s ko'paygan d qilaman hajm o'rniga. Ya'ni plastinkalar orasidagi hajm. Boya yozdik, bitta plastinkaning yuzasi ko'paygan plastinkalar orasidagi masofa dedik. Hajm s karra d bo'lyapti. Bu darsni boshida yozgandik. Shuna qaranglar mana. Birontasiga qo'yishimiz kerak-da. Qaysiga qo'yamiz? Masalan, mana bunga qo'yamiz qaranglar. Demak, amiganing o'rniga s u kvadrat taqsim 2 ni qo'yaman mana. S u kvadrat taqsim 2 taqsim sd. To'g'ri, s u kvadrat taqsim 2 sd bo'ldi. Endi qaranglar mana. Mana bu s'imiz epsilon 0 s taqsim d. Ko'paygan u kvadrat taqsim 2 ta sd. Mana bu s bilan mana bu s qisqaradi, mana d pastga tushib d kvadrat bo'ladi. U kvadrat taqsim 2d kvadrat bo'ldi. Shunaqa bo'ldi. Endi qaranglar. Mana bu yerda epsilon 0 mana d kvadrat tepaga chiqarsam bo'ladimi? Mana bunaqa qaranglar mana. U kvadrat taqsim d kvadrat deb yozsam bo'ladimi? Taqsim 2. To'g'rimi? Mana. U kvadrat taqsim d kvadrat deb d kvadrat keyin pastga tushib ketgan degandek qildim-da. D kvadrat pastga tushib mana buni qo'yib qo'ygan degandek qildim. U kvadrat taqsim d kvadrat bor-ku, u taqsim d ni kvadrat deyman. Epsilon 0 u taqsim d ni kvadrat. U taqsim d nimaga teng? I ga teng. I teng u taqsim d deb o'tadigan ushlanganlik va ushlanish orasidagi bog'lanish. I teng fi taqsim d, delta fi taqsim d yoki u taqsim d dedik. I teng u taqsim d. Shuning uchun u taqsim d ni o'rniga i ni qo'yib ketamiz. Demak, energiya zichligi amiga teng epsilon 0 i kvadrat taqsim 2 bo'lgan. Elektr maydon energiya zichligi. Elektr maydon energiya zichligi.
Bo'ldi, shuni ishlab kelinglar ikkitani o'zini. Ular asosiy qaziladi. Elektr maydon energiya zichligi.